Matematika savoli. Kompleks sonlarga oid savol. Berilgan ifodani a plus b shakliga keltirib va bu yerdan a plus b ning qiymatini topish so'ralgan. I bu yerda izosida -1 ni bildiradi. Demak, mana shu ma'lumotdan foydalanib ifodani soddalashtiramiz. Ya'ni i kvadratdan boshlaymiz. Demak, i teng izosida -1 bo'lsa, demak i kvadrat teng bo'ladi -1 ga. Ya'ni ikki tarafdan kvadratga oshirganda -1 ga teng bo'ladi. Keyingisi i kub. I kubni quyida ko'rishni yozib olamiz. Ya'ni i kvadrat ko'paytirib i. I kvadrat biz -1 deb topdik. Demak, -1 ko'paygan i va natijada -i. Demak, i kub bizda -i ga teng ekan. Endi i ning 4-darajasini hisoblaymiz. I ning 4-darajasi buni i kvadratni kvadrati deb yozib olamiz. I kvadrat bizda -1 ga teng. -1 ni kvadrati. Va -1 ni kvadrati bu 1 ga teng. Mana shu ma'lumotlardan foydalanamiz va ifodani qayta yozib olamiz. 2 plus 3i. I kvadratning o'rniga -1, ya'ni 4 ko'paygan -1 -4 bo'ladi. Keyingisi i kubning o'rniga -i ni qo'yamiz. Ya'ni -5i bo'ladi. Va keyingisi 6 ko'paytirgan i ni 4-darajasi, bu 4-darajasini 1 deb hisobladik. Ya'ni 6 ko'paytirgan 1 bu +6. Va mana shu ifodani endi soddalashtiramiz. 2 - 4 + 6. Demak, 2 - 4 -2 ga, -2 + 6 bu 4 ga teng. Keyingisi 3i - 5i. -2 ga teng. Mana, demak, berilgan shu yuqoridagi ifodamiz, demak, 4 - 2 ga teng ekan. Ya'ni a plus b shakliga keltirdik. Bu yerda a bizda demak 4 ni beradi, b esa -2 ga teng. Endi savolda a plus b ni topish so'ralgan. A teng 4 ga, b esa -2 ga teng. B ni o'rniga -2 va bu ifodani hisoblasak, 4 - 2 bu 2 ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javob a bo'ladi.